Assalomu alaykum akalar. Sankt-Peterburgdan Samarqandga reyslarimiz bor. Mana bu ruchnoy, mana shu ruchnoy ketish kerak bundan. Sizning ruchnoyingiz ketdimi? Ha. Men beltingiz bilan qarang tushuntirib qo'yaman. Sizga ikkita belt berdi. Hozir mana sheriklaringiz, qani yana sheriklaringiz bor edi. Belt olmaydi. Ayni qarang. Mana bu Samarqandda Vunuko'ga. Mana bu 19:20 da uchish bu. Sizlar 18:50 samolyotga o'tirish kerak, 11-vxotdan uchasizlar. Shuning bu Samarqand Vunuko keyin Vunukodan mana qarang. Ikkita beltni bir naniga beradi. Vunuko Samarqand 22:20 da samolyot o'tirishingiz kerak 24-mesta. 27-sentyabr. Mana sizga oq yo'l bo'lmasa, hozir mana sherklaringizni ham o'chirib beraman. Hozir bu yoqning betlar to'g'ri bo'lmaydi. Akalar, Sankt-Peterburgdan Samarqandga hozir akalarimiz ushiryapmiz. Bugunga 10 kishi yaqin. Hozir Sankt-Peterburgdan Samarqandga 18800, 17700 dan har kuniga bor reyslarimiz. Ruchnoyda sal muammo bo'lyapti. Mana ruchnoy 10 kilo bo'lgani bilan qarasho, lekin mana bu razmeriga katta bo'lsa, bu yerdagi ruchnoy qiladi. Pobedani reysidagi ketmay qolyapti. O'shanga e'tiborliroq bo'linglar. Lo'rala Savak asosida birga bo'linglar. Biz shu yerda akalar doimo 27-sentyabr akalar biletlar olaveringizlar. Har kuni Samarqandga akalar через Vunuko Pobeda 17700, 16700, 18800 akalar 10 kunlar ushlanib bilan biletlar olaveringizlar. Biz shu yerda o'tkazib beramiz akalar. Mana bu Vunuko aeroport Fuku, mana shu Vunuko reys